Bu loyihamiz 4 yil oldin telekanalda ketgan. Azimjon ukamiz bizning loyihamizda ishtirok etgan edi. Yaqinda yanvar oyida buni eshitdik, olamdan o'tibdi. O'g'lim 2012-yil tug'ilgan. Algoritmning xonimi keldi. Azim tayyor bo'libdi. Bering, mana. Mana hadyasi bor ekan. Fazliddin, duo qilib qo'yinglar. 2014-yildan beri og'ir onkologiya, 10 taraflama nevroplastoma pochka bilan og'rigan. Xullas, kellu karaoke'ga tez yetamiz, ketamiz. Uni unutmayman, uchrashuvni esladim. Og'ir operatsiya bo'ldi. Husan Hamarachi ham birga kirishdi, 5 ta doktor kirishdi. Yashagim kelyapti, onajon. O'simtamni tepaga olib chiqib ketdimi degan o'zim ham hayron qoldim-da. 3 yosh bolada. Bir kunimizni o'tkazishda bizga yaqindan yordam bergan hamkorlarimiz bor, homiylarimiz bor. Algoritmdagi boshqa Gumma xonimga, Rentakar avtoprokatga, Vibrant Kidsga, Yorqin Xo'jaumarovga va qolaversa mana shu o'tirimiz hozir mana Orzum restoraniga minnatdorchilik bildiramiz. Shu kunda shu bolalarimizni xursandchiligiga o'zining hissasini qo'shayotgan hammadan Alloh rozi bo'lsin.